Dada? Nereden geliyorsun? Ko'chadan? İçtin mi? Yo'q, macham yo'q. İçtin mi yok mu? Doğrusunu ayt. Yo'q, ichmadim. Hamsaya, tez uya, tajar. Hamsa bu yana nima qildi? Buni ichgan yo ichmaganligini bilish kerak. O'zimiz usul qo'llash kerak. O, Hamsa bu ichmaganmi deyman? yo ichgan bu qalbim sezayapti meni. Boshqa usul qo'llaymiz. Hamsa, o'zi bu qaysi usul bu? Bu ichgan bo'lsa hozir qusadi. Shuning uchun boshini aylantiramiz buni. Hamsa bachangiz ichmaganmi deyman? Yo ichganda bu ichgan. Jonima tegdi. Ko'nglim sezayapti meni. Bo'lmasa urib ko'ramiz. Zarba kuchini his qilmasa ichgan bo'ladi. His qilsa ichmagan bo'ladi. Kim birinchi boshlaydi? Men Boshla. Qanday Hamsa? zarbani his qildi. Ha, bachangiz ichmabdi. Yo ichgan bu. Qalbim sezayapti baribir. Oxirgi usul qoldi. İçgan deydimi size? Hamsa yomon topdingiz, geniysiz, professorsiz, Aroq bilan nos aralashtirsa odam o'yladi ana shunday.